А будет какой-то выпущен объявление, пресс-релиз? Бергене сразу взяла. Приняли резолюцию и обращаются к министру образования и науки Российской Федерации Васильевой, что ситуацию надо разрешить. Ну и несколько конкретных пунктов, что преподавание русского языка надо довести до стандартов, которые есть. И значит, там в 10-11 классах преподавать на добровольной основе. И преподавание государственного татарского языка должно быть обязательно. Жесткие позиции. Ну, это вот все вместе пакет. Безусловно, это компромисс. Безусловно, мы отступаем. Ну, наверное, это сегодня нужно. Можно пару комментариев? Вообще, кажется, решение у нас. Спасибо большое. Василий bilan uchrashuv bo'ldimi? Василий bilan uchrashuv bo'ldi bizning. Shunga ko'ra, mana bugungi yig'ilishda u bizning yerda tatar tili o'qituvchilari, sovet yetakchilari, rus tili bo'yicha bizning har bir rayonning yetakchilari, shulay ota-onalar komiteti yetakchilari yig'ilgan edi. Bizning bo'lish narsa, bizning bo'lish respublikada tinchlikni saqlab qolib, ketdi bitinlik, yoqqada. Shunga ko'ra tatar tili bo'yicha, rus tili bilan ota-onalar bilan uchrashib, aqlli fikrlarimizni mana shu bizning Rossiya Maarif ministri Olga Yo'rinaga yetkazib, shunga ko'ra bugungi uchrashuvdan so'ng bizning rezolyutsiya qabul etilajak. Ular rezolyutsiyasiga belgili bo'lacak, qarorsiz. Shuning negizida biz murojaatdamiz, bu rezolyutsiyani Rossiya Maarif ministrligiga yuboramiz. Ish bora, hali uzoq bora menimcha, shunga ko'ra biz bu yo'nalishda bugun harakat etamiz. Tatar tili qoladimi maktablarda? Qolashog'i nishini, u bizning tug'an tili, davlat tili, davlat tilida respublika bo'lamiz. Faslari kimsa o'qituvchilar qo'yib olishadi. Qayerda bormayapsizlar? Bir o'qituvchilarni biz Qur'onda oldirg'ach yeymaymiz.